uyni egasi o'zgargani bilan ijara shartnomasi muddat doirasida kuchda qoladi. Ya'ni tasavvur qilaylik, ijara shartnomasi 1 yilga tuzildi. Orada uyni egasi ma'lum bir sabablarga ko'ra uyni sotib yubordi. Yangi kelgan odam uydan chiqib ket, men endi boshqa narsa qilmoqchiman bu yoqda. Misol uchun birinchi qavat bo'lsa, bu yer misol uchun boshqa turdagi tadbirkorlik qilmoqchiman, sartaroshxona qilmoqchiman, boshqa narsa qilmoqchiman yoki umuman har qanday sabab bilan chiqarib yuborishga haqqi yo'q. Amaldagi Fuqarolik kodeksining 499-moddasiga asosan ijara egasi, ya'ni ijaraga beruvchi o'zgargani bilan, lekin ijara shartnomasi o'z kuchida qoladi. Hattoki tasavvur qilaylik, uyni egasi vafot etib qoldi va uy merosxo'rga meros asosida o'tdi. Farqi yo'q, vasiyatnoma bilanmi, meros asosida o'tadimi? Bunda ham majburiyatlar vorislik huquqiga asosan majburiyatlar ham vorisga o'tadi.